Opajon, hozir. Voy, assalomu Alaykum alaykum. assalom. Akajon, yaxshi Yaxshimisiz kelibsizmi? kelin? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Ha, rahmat. Ha, ovqat pishganda, qorningiz och bo'lsa. Shu gapirmang hech. Qornim juda ham ochdi bor-ku. Assalomu alaykum Muxtar aka, yaxshi Alaykum keldingizmi? assalom. Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi rahmat. o'tiribsanmi? Ha, kiyimlaringizni almashtirib chiqing, ovqat Bo'ldi, suzamiz. Xo'p, hozir. Kiyimni almashtirib chiqay. Xudoga shukr. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nimaga tikilib qolding? Nega menga aytmagansiz? Nimani aytmaganman? Osiyoga uylanmoqchi bo'lganingizni? Nima? Nimalar deyapsan o'zing? Men unga uylanmoqchi bo'lmaganman, Unda Osiyo bilan uchrashuvga chiqqan kim? Menmi? Nargiz, bu sen o'ylagandaqa emas.